2025-yil 8-aprel. Akamiz qaydan keldi? Oltinko'l. Nechta ushladingiz aka? 3 ta. Necha kilocha chiqadi chamizda? Eng kami 2 kilo. Sizda aka siz qayerdan keldingiz? Nechta ushladingiz? 4 ta. Necha kilocha chiqadi? 3 kiloni atrofida. Sizchi aka? Quvadan keldingiz. Vo, quvalilar bugun trendda xudo xolasa. Necha kilocha aka? 1 kiloni tepasida. Necha dona? 4 dona. Tog'asiz qayerdan edingiz? Madyorchekdan. Nechta ushladingiz? 5 ta. Barakasini bersin. Necha kilocha chiqadi? 3 kiloni tepasi. Barakasini bersin. Xursandmisizlar? Tog'amiz qayerdan keldi? Guliston. O'zimizni Guliston, Bo'ston tumanidan. Voy maladiz. Ko'rib qo'yinglar. Ana. Endi Dodo xo'jasi ham tog'aga chiqibdi. Yakshanba kuni ham kelasiz, xudo xolasa. Haligiga nima deydi? Musobaqa qilamiz, xudo xolasa. Yaxshi dam olinglar. Omonatlilar. Ha, mana bugun xudo xolasa mana shu akamiz ham trendi bo'lib ketdi, xudo xolasa. O, akam yoqqa qarang. Tarix zarvaralariga muhrlab qo'yaylik sizni. Ismingiz nima edi? Diyorbek. Qayerlisiz? Sharxondan. Necha kilocha chiqadi? Qoladi 5 kilo. Necha dona? 5 ta. 5 ta. Barakasini bersin. Xursandmisiz aka? Rozi bo'ling. Omadingizni bersin. Hoji aka qayerdan keldingiz? Oltinko'l Madyor. Oltinko'l Madyorchek. Necha dona? 7 ta. 7 ta. Barakasini bersin. Necha kilocha chiqadi? 6 kilo. Xursandmisiz? Xursandman. Tavsiya qilasizmi qadrdonlarni? Hamma kelaversin. Mana ko'l zo'r ekan. Omadli ovchilar ko'li Bo'zdan. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling. Og'zidan ushashyapti, og'zidan. Dumidan emas, qanotidan emas, erkak chavoq bo'lyapti, xudo xolasa.